Assalamu alaykum. Bütkül dünyanın her qaysı yerlerde yaşayatkan barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Henne vasanlığa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün 9. ayının 28. günü yekşembe. Facebook'larda, YouTube'larda, TikTok'larda Uyghur halkının Şərqi Türkistanlığının talaş tatış qılıb atqan işlerге qarab, menmi üzemnin bir pikirini dep qoyashını to'g'ri ko'rdim. Bu talaş tatışlar qandaq, nädin, qandaq chiqqanligini mush Facebook'ni açqan, Facebook'ta qarab turib atqan bütün Şərqi Türkistanlıq qarindaşlarımız yaxshi biladi, yaxshi köde dep oylayman. Bu talaş tatışlar hazır emde Uyghur halkının içinde, Şərqi Türkistanlığının içinde Xitayning zulümüge qarşı turuşning o'rniga hazır emde bazı neslerini o'tirib chiqib turib, bu bazı nesler deganimiz haqiqiy Uyghur xalqiga ziyonliq neslerchu. Bu ziyonliq neslerini qo'llayotgan, ziyonliq neslerini Uyghur xalqining obro'yini to'kayotgan, Uyghur xalqining yillarcha Xitoyga ko'rsatayotgan bu fidokorligini, bu qarshiligini yo'q chiqarib yutib bo'lganligini qo'llayotganligi bu insonlarni ichindiradigan ish. Shuning qarta mening bugun bu Facebook'ni ochib, bütün xalqimga vatanning sirtida yashayotgan Şərqi Türkistanlıq Uyg'urlarga bir so'z qiyg'im keldi qarindoshlar. Bu tungendan biri Facebook'da bo'layotgan vatanga bağanlarni qandaq pozitsiya bildirishimiz kerak degan tema Amerikadagi shu jamoatlarning ichida echilib, bununla Türkiye'den bağlan Sittim Tom Türk'ten soralgan sual. Bunun da Tursunay Ziyavuddin deydigan hemşirimiz bu sualını oturaga taşıdı. Taşıgandan kiyilla bunun Sittim Tom Türk üzünün pozisiyasını bildiydi. Unda pozisiya Uyghur halkıga, Şərqi Türkistanlıqqa kerek emas sitacım. Vatanga berish uchun o vatan bizning deydigan, o vatan bizning bo'lish kerak. Vatan hamma odamning vatanga berib kelgisi bo'ladi. O vatan kimlar tarafidan ishg'ol qilingan? Shu vatanga berish uchun kimlarning oldiga yolvorib boradi? Vatan kimlarning qo'lida? Nima sebepten 2016'dan ta hazırga kadar 2024'ga kadar vatanga bormaganlar hazır endi vatanga boradigan bo'lib ketdi. 2016'dan ta hazırga kadar 9 yıldan beri vatanning sirtidagi har qanday bir Şərqi Türkistanlıq Uyg'urga Xitoyning ko'rsatmagan zulmi qolmadi. Meyli o siyasi faaliyet qilsin, meyli Xitoyga qarshi turib namoyishga chiqqan bo'lsin, meyli chiqmagan bo'lsin, umum yüzlük vatanimiz bo'lgan Şərqi Türkistan'da ishg'ol qilgan Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarga tajovuzchiligini ko'rsatdi. Bundaq vaqtning o'zida yillarcha Avrupa'da olsun, Amerika, Kanada'da olsun ve Avustralya'da olsun, bütün dünyanın her qaysı yerlerdeki Xitoyga hiç qanday bir ziyankeşlik qilmagan Uyg'urmu ishg'ol qilingan vatanga bormidi, boramidi qo'rqib. Chunki ularning ota-onalari, tuqqanlari, bolalari, yaqinlarining hammasi Xitoyning atalmış tarbiyalash lagerlariga solangan. Şu verdi miyip kılıp taşlangan, öldürülgen. Hatta ki şu verden çıkarıp etkendikin bir hafta kalmay ölgen. Hem de
Hacım depti bunun da biz vatangi bağallarını koynumuzga eliş gerekti. Sen al koynunga onu. Vatangi bağallarını koynunga sen al. Başkalarga koynağı eliş gerek, cemaatten uzak tutuş gerek deme. Men hazır kadar nayetilik bu sit hacımның sittim tomturukның kıyga işlerine karta hiç kandak fikrimni bildiğimigen büvege kelgende bummu yüzüne aşkarıldı. Çünkü inesi Abdülkadir Tomturuk ne çıkıttın berip kelgen. Şunu gözde tutkan bolsan eçikde. Sözlerini eçikde. Vatan bizden emas. Vatan işgal kılıngan vatan. Vatanga beriş üçün Xitay konsulluğa kirip vize elişik doğru keldi. Meyli qaysı devletinin vatandaşı bulan. Xitayga yal verişik doğru keldi. İşgal kılıngan vatanga bağandan keyin Xitay tajavuzchilari işgal qilgan, o bizning vatanimiz mi bu? Vatanimiz bo'lgan bo'lsa, nimada Xitay konsulluğa kirib viza elishga to'g'ri keladi? Endi bu adam normal berib kelsa bo'ldi-ku vataniga. Vatan bizning emas. Vatanni Xitay ishg'ol qilgan vatani bu. Siz o gapingizni Amerikadagilarga berib demay, Turkiyada deb biring uni. Turkiyadagilar siytajim, voy siytajim deb aqlingizdan jug'urdi. Yevropadagilar, Amerikadagilar sizning gapingizga kirmaydi. Şunda ot qo'ruqlik qilib, hamma yerdagi insonlarni o'zingizni yaxshi qilib, o'zingizni chiroyli ko'rsatib, o'zingizni millatchi qilib, o'zingizni vatanparvar qilib, şu kadar ko'z tutib keldingiz. Men bilaman sizning qandaqligingizni. Bundaq vatanga berib kelganlarni sen qaysi vatanga beryapti ular deb so'rash kerak bo'ldim boshda. Qanday bizning vatanimiz bo'ladi bu? Xitoy ishg'ol qilgan vatan. Xitoydan biz mustaqil yashaganchigimizda vatan bizning bo'ladi. Vaqtning o'zida eningdan kelindan vatanga berib kelganligiga hech kim bir nima deyolmaydi. 2016'dan ta hazırga kadar hiç qanday adam baranmayotgan sharoitning o'zida yana qo'paqpay savol so'ragan vatanga berib kelganlarni hozirgi vaziyatning o'zida qo'ynimizga alamdiq, sening bu xato deganlarga sen mi berib kelganding-ku deb boshlig'i da'vatsiz. O 2010 bağanligini o'zida. 2010dan keyin bağan bo'lsa, amman siz nima qilasiz uni sen berib kelsan? Deysiz amman unda berib kelganlarni amman ichingizga. O'zingizning inisi berib, shu yerdan ishlarni, tijoratlaringizni, ishlarimiz o'ngishli qildi-ku. Shunga o'zim shaxsan men millatning vakili emassiz. Millatning vakili degan millatga ega chiqadi. Millatning vakili millat quradigan davlatga ega chiqadi. Millatning vakili mustaqilligiga, hurligiga, ozodligiga yo'llangan, badal to'lagan vatanparvarligiga ega chiqadi. Siz-chi deysiz yana Tursunay Ziyoviddin hemşirimizning qo'ygan savoliga men sizni javoblayman, ammo deysiz. Zaten bir so'zning oxirisida sizning qiyginingiz to'g'ri, ammo degandekildi yana xatoga chiqadi so'z. Siz o'zingizning so'zmenligi bilan, o'zingizning haqlingiz bilan, o'zingizning xalqni men shunday desam yana qandira alayman, aldiya alayman demoqchiman. Bunda ish yo'q. Vatan derdide, millet derdide, xalq derdide, ata-ana bish tuqqan derdide, do'st birodar derdide, jut derdide, qanimiz, yurkimiz qon zardab bo'layotdi bizning. Biz basak baramamdiq, bara olaymiz bizmi? Sen bilan imkonim bor mening desak, basak beraveramiz. Ama bu yo'l unda berib kelganlarni qo'yniga oladigan, berib kelganlarni unda ishlimi demay, ular yo'l qo'ydigan yo'l emas bu. O bizning vatanimiz bo'lgan bilan Xitoy ishg'ol qilgan vatani bu. Buni yomon jiq takrorlab ketib boraman. Xitoy ishg'ol qilgan vatanga berib kelganlarni qo'pab biz ham da bo'pti, bo'lamamdi. Ata-onasini sig'inibdi, biz tuqqanlarini sig'inibdi, vatanga bordigo deb qo'ynimizga qilmoqchiman ularni. Ma jillarcha
Ömür Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, dünyanın her qaysı yerlerde ata-anası bilen didarlaşanmaya vatkallığa nim demekçi siz hem de? Nim demekçi? Yani deysiz de öyle hayırlarını bilisler bu. Öyle mandak cemaatinin, halkının işçi sanmaydı, teşkilatının işçi sakladı da. Nim demekçi siz? Şunun hayırlığını siz bilmemdiniz. Yaxşı bilettiniz. Yeninizde ottağı adamı yaxşı bilettiğini. Yüzengli etçigen işçigini. Türkiye'de az hayır yok mu? Ulan nece başka arlayanmaydı kensiz siz? Ula doğruluk acaba bir cevap veremeydi kensiz? Bunundan 13 yıl burun sizin oğlunuz nemi kıldı Türkiye İstanbul'da? Ulan acaba diyemeydi kensiz? Onda halkını aldımam. Halkının fikri var. Vatanga berip kelyapatgan, vatan bizning vatanimiz bo'lgan bilan Xitoy ishg'ol qilgan vatani bu. Xitoy ishg'ol qilgan vatanga berib kelganlarga biz ishkimizni ichib, voy do'stim, voy qarindishim, voy ag'inam, xush berib keldingmi, yaxshi berib keldingmi deb ularning ayvonini so'ramoqchimiz biz hamda? Siz shuning yo'lini tutmoqchimi? O vakitning o'zida bizning bu lager shohidlarimiz, o vakitning o'zida biz 3 milyondan 5 milyonga qadar Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar lagerlarga so'linayotidu, lagerlarga qijilayotidu deganimiz ne ketdi? Yillar sizning bu qiyginingiz, faoliyatingiz ne ketdi? Siz o'ylab dedingizmi yoki maqsadlik shu Amerikadagi Uyg'urlarni sanab beqish dedingizmi yoki sizga Türkiye'deki yüzünüz sotlashgan, yüzünüzga sizga da'vo eshilgan ayliq pirinchak bishimi deydimi? Pirinchak bilan nima payqingiz qoldi sizning hozir? Yüzünüz shu pirinchak bilan sotlashib juryaptıngiz. Hozir nima payqingiz qoldi sizning? O dedi ki Uygurlar bu vatanning içinde şunda rahat yaşayatıdı. Siz devatsız hem de verdiki Uygurlar berip kelgenlerini biz koynumuz gelip yaşayışımız gerek, olan çetik kalkmazsak gerek. Onda asayiş var mı ken? Vatan davası aşında olamdı ken? Aşında kılışımız gerek mi davanı? Şunu ma Uygur halkı ma dava kılaman dep beşimizge çıkıp ağalarının naçarlıkı, sahtipezliki, yüzünün menfaati, yüzünün abruyu üçün, muşundak sözünü kıyganlık üçün ma Şarkı Türkistan davası bugün günlükte hiç nesige girişemmeyevatıdı. Sinindeki insanlar bu davanın beşiğe çıkıp ağalık üçün. Yani muşununki beyet kılıdıgan, muşununki çukunudıgan, muşunun sözünü kıldıgan insanlar çıkemez mi? Namaz kılışava. Yani vatanga berip ki, qaysi vatanga? Qaysi vatanga? Vataning mamiti sening bu yerda. Mustaqil qilib qo'ygan vataning mamiti. Bu vatan bizning vatanimiz emas, Xitoy ishg'ol qilgan vatani bu. Xitoy tajovuzchilik bilan besib olgan vatani bu. Vatanga berib kelganlarni qo'ynimizga ilishimiz kerak. Sen al qo'yningga uni, xalqqa dema uni. Men shaxsiy bo'lash suputim bilan. Sening iningni chiqatim berib keldi-ku. Xalq bilmaydi demsa uni. Men ma maqsad bilan bağgan, ma maqsad bilan bağgan. Xitoy shu maqsad bilan bağganligini bilmasmi sening iningni? Sen ining to'g'riliq buni aqlayanmay hamda shu vatanga berib kelgan ba'zi bir naali munofiq xoinlarni aqlashga tirishib sen. U aqlinib qilib qolsa, inimmi shu qatorda aqlni aqlaydiganlar chiqib qoladi deb sen. Unda asos yo'q. Vatan davası unda sening deganingdek,
Senin pikirin senin uyandaki olmaydı o dava. Bu vatanın ilgisi var. Vatanın sırtığı çıkıp siyasi ilticatı kılıp Uygurlarını anda kılıvattı, Uygurlarını manda kılıvattı, Uygurlarını anda kıp gitti, Uygurlarını manda kıp gitti dep siyasi panalık tilep. Yıllar ötkenden keyin tam kırgınçılık bulavatkan uşunda peyitlerdi. Hopapenandaki vatanga berip kelgenlerge biz ularni chetga qaqmaylik, işçimizden ularni chiqarib etmey qo'ynimizga alaylik. Nim demekchi sen zaten? Xitoy nim desa ma'qul deb vatanning sirtida yashaylik. Xitoyga kuchimiz yetmedi. Ay yulduzi ko'k bayroqni uylarimizga asmaylik, qo'limizga ko'tarmaylik, namoyish qilmaylik. Xitoy ishg'ol qilgan bo'lsa, u bizning vatanimiz. Biz aşağıya berib kelib, mandaq yaşaylık desang tahi yaxshiroq. Kuchimiz yetmedi deb taslim bo'l. Sen taslim bo'l, taslim bo'lmaydiganlar bor. Nimedagi aqlsiz deyman, nimedagi aqlsiz. Bir aqlingni azroq ishiltinglar. Yillarcha bu da'voning ishidasizlar. Yillarcha bu da'voning ishida. Azroq bir aqlingni ishiltib, to'xtab tur, men ma gapni ma so'rinda desam, xalqim qanday tepki berar, xalqim qanday tushuna, xalqim qanchalik foydasi, qanchalik ziyni kelar deb buni o'ylashmamsizlar sizlar. Ha, onu o'ylashsanglar sizlar, o'zingizning manfaatiga, to'g'ri. Xalqning manfaatiga ish qilmaysizlar sizlar. O'zingizning obro'yi, oila bolalaringning obro'yi, Turkiyada o'zingizning bolalaring to'yi bo'lsa, Cumhurbaşkanları keladi. Cumhurbaşkanı yardımcıları keladi. Ama vatan davası, millet davası, xalq davası bo'lgan chaqda ular sizlar bilan yaqinlashmaydi. Deydi ona biz seniki keldi qo'yam deb ularga bizni uyaga chaqirib, manda qilma, bizni manda so'zni qildimi deydi. Shuning uchun sizlar Turkiyadagilar mana bu shakllarda Uyg'ur davosini qildi Allah. Şahsi menfaatingni chambarakning ichida sizib qo'yib, bizga gap qilmagandan bizga u yo'llar bu yo'lni echilgandan keyin biz ham da bundan gapiga kirmasak, bizning to'yimiz kelmaydi. Bizning bolalarimizni u yoq yo'lga solmaydi. Deb shu o'zingizning menfaati, obro'yinglar, xalqqa kuchingni ko'rsatsizlar. Bizim sizlar ya Daesh qilsizlar, ya iliqi Suriyaga kirganga chaqisizlar. Yaki bo'lmasa bir narsa chiqib aşağıda o g'aribam bicharalarni Uyg'urlarni shu yerda shunday zulm ushqitib, shunga nurg'unlagan Uyg'urlar agar Turkiya yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Kanadaga ketmadi. Diniy jihatdan, milliy jihatdan hali Uyg'urlarning yashash imkonlari va da Uyg'urlar tirishchan bir xalq, aşağıda bizning jannaga qilib ketaladi. Turklarga o'xshamaydi. Olaraqı bizga andaq yordam qilmadi, manda yordam qilmadi demay, o'zi ishlab, o'zi tirishib tepib, bizning turmushini qamdab, aşağı jannaga qilib ketadi. Ama sizning nacharligingizdan shunga Turkiyadagi Uyg'urlar Kanadaga ketib bordi. Sizlar yaxshi bo'lsanglar, bu ishlar bo'lmadi. Sizlar o'zingizlar yaxshi bo'lsanglar, shu Turkiyaning ichidagi Uyg'ur xalqi bilan yaxshi davoni ilib baratdinglar, yaxshi jamoat, yaxshi ittifoqlik, yaxshi inaqlikni ulgi qilatdinglar xalqimizga-chu. Ama vədə üzəngnin nachar bo'lganligi uchun bizdam Amerikaga jugurib, bizdam Yevropaga jugurib, bu vədə xizmat qilayotgan, bu vədə vatan millat davosini qilayotganlarni bir-birisining kallasini so'qashtirib, mushadim üzəngning cho'risiga, üzəngning fikrdagi odamlarni to'plab, mana bu shakllarda ziddiyatga sep bo'ldinglar. Üzəngni yaxshi bo'lgan yerda, üzəngni shu yerda ishingni yaxshi qila olsang davo ishini, boshqa berishingning hojati yo'q, shu yerda qilasan davosingni. Kelib yani şu vədə yani Uyğur xalqiga andaq dedi, mamandaq dedi, mandaq bizga g'amxo'rlik qilgan bo'ldi deb qamlashmaydigan bijnasini o'tirib chiqib uni tarjima qilib, mani dedi, Ahmed Shara an dedi, bizning Zoir qo'mondan mani dedi deb o'lni desmay qilib, mani yo'qitib o'tmoqchimi? Bunday ish yo'q.
Vatanga berip kelip atqanlar %100 hain. Mana men deyman bunu. Vatanga berip kelip atqanlar %100 hain. Meyli hazır, meyli burun. Çünkü o vatan bizning vatanimiz emas. Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilgan vatani bu. Ishg'ol qilgan yerga berib kelganlik hain bo'lmasa, munofiq bo'lmasa, sapqin bo'lmasa boranmaydi o yerga. Bu yerdan borganda saq bo'lsa, u yerdan chiqqan chaqda munofiq, hain, sapqin bular chiqadi. Ya ata-anasını görevge alıdı, ya mal barlığını görevge alıdı, ya ki bulmasa onun kasık tamgını besip bitip, biz degenini kılmasan, bu şekilde yaşlı ben sine, bu şundak veren kılı bitemem deydi. Meyli burun bağını olsun, meyli hazır bağını olsun. Münafık, hain, sapkın. Minin nazarımda, minin fikrimde, minin iddisimde. Çünkü o vatan bizden bolgan bilen Xitoy tajovuzchilarining qonuni, Xitoy tajovuzchilarining butkul hamma harakati bizning vatanimizda ishg'ol qilingan. Shuning diktatorligi bilan boshqarilgan vatan bu. Siz o'zingiz o'ylab qolasizmi, hamda vatanga beribdi, onasini sog'inibdi. Onasini sog'ingan odam chiqmasin bu vatanning sirtiga. Anası bilan yaşasın şu yerda. Vatanni sog'ingan odam chiqmasin. Vatan bizning vatan emas, vatan Xitoy ishg'ol qilgan vatani bu. Vatanga borsa nim bo'pti deydiganlar chiqib taqa. Vatanga borsang nim bo'ldi qala odam nima chiqding emsa? Shu vatanning tursang bo'lmamdi. Sen nima uchun da'vo qilyapsan? Nima uchun Yevropada, Amerika, Kanada aldı siyasi panalık tılıdın? Vatanga bordigan odam, vatan mustaqil qilish, vatanning o'rligini ilish, ay yulduzli ko'k bayroqni tiklash uchun chiqdik biz. Shuni qilamiz. Qilolmay qolsak, biz o Xitoyga bosh egmay, bo'ysunmay, yalvarmay o'lamiz. Bu mushundaq yo'l bu. Vatanga berib kelganini aqlaydigan, vatanga berib kelganini aslida berib kelibsizlar, sizlarning o'zingizga loyiq dadinglar va ma'qul bo'ladi. Asllar uchun hech qanday ziyon bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi sizlarni yavaş qilib, mo'min qilib, aslida kechirib yutadi. Ichiga deb boshlarimiz bunday gapni deb bersa, aram turgan ba'zi bir munofiqlar bor. Ba'zi bir satqinlar bor. Ular-chu. Ular qanday qiladi? Aziz halkım, suyumlik milletim, vatan davası adetlik bir davaga o'xshamaydi. Aile davasiga o'xshamaydi. Tijoratga o'xshamaydi. Ata-onamizni, biz tuqqan qarindoshlarimizni sig'indik deb biz sig'inishni bilmam to'q. Mush Yevropalığı çıqqanlar, Amerika, Kanadalığı çıqqanlar, sizlar sig'inmayman deb chiqib iltijo qilgan bo'tinglar. O'qishga kelganlar, Uyg'urlarmi? O'qishga kelganlar Xitoy pasporti bilan Xitoyning o'zi vatanning sirtiga chiqarib o'qitganlar. Bularni 2016dan keyin bormadi-ku. Nimishqa? Aş vatanda, Xitoy ishg'ol qilgan vatanda xalqimizning, millatimizning ko'rayotgan zulmini, bilginligi, ko'rginligi, anglaganligi uchun bormidi shulimi? Hatta hozir qadar bormayotganlarmi bor? Shu Xitoy o'qishga chiqarganlar. Ashilni har hafta telefon qilib, ata-onani anda qilamiz, biz tuqqanlarini anda qilamiz deb, shunning ata-onalarini, biz tuqqanlarini lager turmalarga sulab, uyligini tashlab berganini bilamanmi? Bormidi qo'shilimi? Ashila, mana sen bizni chiqarganding, biz degandagidek o'qidik,
Çünkü sen bizden ata-anamızı soludun. Dep erzi kıla alsa erzi kıla alat diye açtı mı? Güvalıkны bädi koşulu mu? Güvalıkны birip siyasi iltica kıldı, ata-anam namanda kıldı, dadam namanda kıldı, ağaçam namanda kıldı, sığmın namanda kıldı dep. Enandikin hazır vatanga berip kelse Xitay işgal kılgan vatanga. Kana bu güvalık belgenin sinen? Kana bu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, dünyanın her kaysi yerlerde teşkilat tikile tütkül güvalık bädi go bu insanların bolavatkan çet elde yaşavatkan Uygurlar toğurluk teşkilatlar teşkillenip Uygurlarının bu şu vatanga körüşenmevatkanlığı, ata-anasının nimboğanlığını birden tızımlap yakasan. Güvalık bir anıldı. Güvalıkны bägizip, enandiki vatanga berip kelgeninde koynumuzga alaylık diginin nim diginin sitajı. Bununla halkka eçiklimi berip, enandiki asto kılavatkan işinde toxtasın. Vatanga berip kelgeninde hiç farkın kalmadı esinin. Hiç farkın kalmadı. Sen bu şularda okşaş. Çünkü okşaş bulmasan bu gepte demettin. Yani ta aşağıda mening demekçi oğunu, senin demekçi oğunun deyilip boldu. İnsanın kalbide var neyse ağzı çıkıdı. Sen kançılık desen, sana işinde kallı işinde, sana işinmeydi kallı, kallısı elbetsen işinmeydi. Çünkü sen üzerine aşkarlap boldun. Yani çöğrende bir şikayet adam var, sen berip geldin ko, sen bunda diyemeysen. Tak videonu üçürüytünla. Ayalı berip kelgeninin gipi ko vada videonu üçürüytünla, videonu eliytünla. Şu dağıtıda koyalak sen mi berip geldin de şu Azat Hacım dedim ha. Azat Hacım'ın ismini anlayan, üzüm tanımayman, Maynur Yusup'un yol dışı. Enver Yusup'un açısının yol dışı. Ve ulanı mı bilime. Aynı vakitte şulamı bir-birisi petişenmay şu vatanga berip kelgendikinden Enver Yusup'u berip kelgen, Maynur Yusup'u berip kelgen, şu Azat Hacım'ı berip kelgen, şu Enver Yusup'un aksi muhtarımı Türkiye'ye gelip, yani gitip gelip, aşındak bolgan, men ulanı mı bilime, men ulanı mı yakşı adam dep ketmeyme. Ama Tursunay Ziyavullunun sorugan suvalıga cevabın hata. Sen cevaplı undak beğenmezsekin gerekti. Halk davasını, millet davasını, vatan davasını kılımen desem. Sitacım. Yaxşı cevapını bilemedin. Çünkü senin zaten kallanda, iddiğinde, fikirinde şu vatanga berip kelgenlerini kollasam, inim aklında kalaki, aklında kalamiki deydigan ufkum boğallık için ben muşunda karayım. Muşunda yekün çıkırım. Muşunda yekün çıkırım. Vatanga berip kelgenini aklap gitip bağın. Nomus kınmay. Nomus kınmay, yani şulağı, şununkiga, tak çöğrüsü ottırıp ağalla, sen berip geldin ko aramızda ottırsan, çıkırıp etsen olmamda, aranda ottağızmay. Senin yeninde ottağın, sen kışkırıp ekkeygen, senin yeninde söz kılıvatka adam onda degen ki, o kirmeyi nemi kıydı ondan. 2010'da beripdi, elbette o kirdi. Burundan tatip işçinki ammasan olmamda, menfaati olsa işçinki alırsan. Kattıqırak cevap verse, onu sen mi ottadın ki demekçi mi? Hey. Eyvallah bu şu qarindaşlar. Sizin halkımızdan beşiği çıkıp algan, halkını kaymuqtırıp oynavatkan, halkını bir-birisiga ziddiyet kisilavatkan, mana mushunda guylanın kasabetidan vatanimiz, halkımız mana bu holatda yashayotdi. Nima deyishimiz kerak? Vatanga borsa bir nima demaymiz. Ama vatan qandaq vatan u? Buni bilish kerak başta. Vatan bizning vatanimiz ama kim işgal kıldı? Kimning diktatorlik ostida? Kim vatanni boshqaryapti? Bularni bilishimiz kerak başta. Bularni bilmay turib biz vatanga berib keldim, vatanga berib keldim. Vatan bizning vatanimiz emas, vatan Xitoyning vatani. Xitoy ishg'ol qilib bo'lgan vatani bu. Uni olgandan keyin, ozod qilgandan keyin, bayrog'imizni tiklagandan keyin vatan bizning bo'ladi.
Tushunishlik bo'ldimi yo gapim? Şuna aziz qarindoshlar, suyimli vatandoshlar, shu Turkiyada yillarcha Xitoy konsuli bir restoranda ishib turaverdi ekan. Xitoydagi biz manda qarshi deb xalqni millatni namoyishga qo'zg'atib, yuzi qo'pab, yanadagi vatanga berib kelayotgan Xitoyga setilgan munofiqlarni biz chetga qaqmaydiq. Ular ichimizda tursin. Ularni chetga qaqsaq bo'lmaydi. Deb buni o'z vaqtida Robiya xonim degan. Shunga 2012-yili Myunxda bo'lgan jidelda shu xoin munofiqqa guvochilik qilgan Robiya xonim. Voy, vatanga bag'alni chet qaqmaylik, xoin bo'lsin, o'ngishilib qoldi, ichimizga alaylik. Deb bundaq masalalarni shu Robiya xonim o'tirg'i yeyib, xalqning kallasini ko'ldo'ltib, bu shalg'i sep qo'ygan. En ahir deginim, deydiginim, kim bilan juysang, shuning o'xshash odam bo'lasan. Sen onu, men o'ylayman, asli demettin, sen onu deyishga majbur bo'lib qolding. Ham uning sen ikki bisliq uyan o'ynading. Uni deyish orqali inimmi berib keldi, aqlnim qalama. Ummiy xalqning ichida shu shakllarda yuz ko'tarib qoladi deganlik bilan qilding buni. Shu ikki bisliq uyanni sen nima o'ynading, ammo xalq unga musobiq ruxsat bermaydi. Onun için aziz xalqim, suyimlik millatim, vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkiston Xitoyning ishg'oli ostida. Xitoy ishg'ol qilgan vatan bu. Vatan bizning, ama butkul hamma narsa Xitoyning qo'lida. U bizning vatanimizmi? Vatan bizning, ama Xitoy boshqarayotgan vatan bu. Xitoy boshqarayotgan vatanni men vatanga berib keldim deyishkimi? Ağzımız bağmaydı. Çünkü Xitoy işgal qilgan yer bizning vatanimiz bo'lmaydi. Vatanimiz mustaqil va vatanimiz erkin azod bo'lgan bo'lsa, hech kimning kori yo'q. Vatanga berib keldimi, berib kelmadimi? Xuddi afg'onlar, suriyaliklar va iroqliklar, ukrainaliklar berib kelgandek berib kelayverish kerak. Ama afsus, bizning vatanimiz Xitoy tarafidan ishg'ol qilinib, boshqarilayotgan bir vatan. Buni o'ylashimiz kerak. Onun için aziz qarindoshlar, suyimli vatandoshlar, vatanga berib keldi, vatanga berib ketdi demasdan biz, u vatan boshda, bu vatan kimning vatani hozir? Vatan bizga oid vatanmi yoki Xitoyga oid vatanmi? Bularni tam inchiklab o'ylab, enindeki bularga pozitsiyamizni bildirishimiz kerak. Siyosiy iltijo qilgan bo'lsa, nima sababdan sen siyosiy iltijo qilding? Siyosiy iltijo qilgan bo'lsa, nima deb vatanga bording? Ota-onamni ko'gim ketdi, vatanni seg'inib ketdim. Vatanni seg'inib ketgan ota-onam ko'gim keldi odam, nima deb vatanning sirtiga chiqsan sen? Bular shu jamoat, shu xalq, şu vatan davasını kılıvatkanlar bu şekilde cevap verişimiz gerek. Biz bula yüzümüzden jutlıqı, yüzümüzden yaxşı kögüne, yüzümüzden dost biradiri, yüzümüzni qollaydigan, yüzümüzge destek güldügan, bundaq insanlarga nima bo'lishdan qat'iy nazar, siyosiy iltijo qilamiz, qabul olmagan bo'l, bundan men huquqimdan foydalanib bir xit qilib biray, bu siyosiy panohliqdan foydalanib olsin deydigan vatan emas bu. Unda ish emas qarindoshlar, bu o'ynashadigan ish emas vatan davosi. Yillarcha mana bundaq insonlarni xalqni qo'ldo'ltib, akilib mana bugungi kunlikda 2016dan mobayni qadar vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy ishg'ol qilgan bu tuproqda butun xalqimizning umumyuzlik Uyg'urni lagerlarga sulab, kampalarga sulab, jiligini içip, bu şekillerde
7-8-10 жылдың яғы мұшындақ халқымыздың өктігілікіні қоймау атқан бүгінгі күнде, яны қопа, вәтәнгі сеғініш үшін баса, олағы ешінің демәслікіміз керек. Дедіған бұнда қанунны сен тәшкилатыңдан шығырып, халықның иддисіге қаласақ сыңдумақшы ма? Onun için aziz karındaşlar, suyumluk vatandaşlar, bugün muş temada bir sözlep koyasını doğru gördüm. Ben o asanlarının doğru düşünüşünlerini ümit kılıman. Doğru düşünmeydi Allah. Ulağa tağın talkan çölünü bostan kıp basanlımı doğru düşünmeydi. Doğru düşünmeydi Allah'ımı, menin mi? Hiçbir doğru düşündüğüm mi yok? Şuna halkımның, milletimның vatan to'g'riliq bo'ladigan ishlarda, so'zlarda diqqat qilishini, haqiqiy inson vatan da'vosi qilaman deydi ekan, cho'qim u inson shu vatanini, xalqini, millatini, bayrog'ini qattiq hurmatlashini umid qilaman qarindoshlar. Shu hurmatliganda, izzatliganda, qadr qimmatini bilganda enandagi vatan bo'ladi. Enandagi xalq bo'ladi. Enandagi bayroq bo'ladi. Allah'ımızga emanet deyman qarindoshlar. Annovasini bugun bir rahatsız qildim. Chunki bu xabarlarni men ko'rib, naydiliqi azaplandim. Chunki men bu Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur 30 yıldan beri vatandan sırtında yaşayatıman. 2016 9. ayının 16'sından itibaren ben ailem bilen görüşüp bakmadım, görüşemedim. Bana mı büyütükan emesma, bana mı ata-ana emesma, bana mı bala emesma, ben basam baralayım qarindoshlar. Jeptinin içinde henni ayağını aylanıp gilaleydi hazırki şarayette, hazırki vaziyette insanlar. 2000 dolar pulunuz olsa henni ayağını berip gilaleysiz. Belki $1000 kesse $1000 yap işçiş yetiş kopaşlığa yitedi. Ama neye barımız? Neme için barımız? Qanday barımız? Kimge barımız? Kim üçün barımız? Nime üçün 30 yıl veyran bulduk? Nime dep sersan bulduk? Bunu bilmem tıkmışındak buluşunu. Xitay tünegen ki Xitay mı? Ya 2010'da yaxşı etti, 2016'da eski olap, 2025'ten keyin oңşılıp kalamdı Xitay. Tarixten bu yan vatanımızda işgal kıygan şu günden itibaren Xitayning siyasetini, Xitayning ilim ikirisini, Xitayning huy peylini, Xitayning suikastçiligini, Xitayning tuzak kurduğanlıqını, Xitayning diktatorluğunu, Xitayning qanxorluğunu bilmemdik. Bilmemdik qarindoshlar. Biz Uyghur halkı o kadar döpma. Xitayning bir iç bağrını bilmesek, Xitay qanday qarşı tura alaymiz biz? Xitayning uyallarını bilmesek, Xitayning suikastlarını bilmesek, Xitayning Uyghur halkıga vatanımız bo'lgan Sharqiy Turkistonga qaysi vaqtdan qanday ishg'ol qilganligini biz bilmesek, qanday dushmanga qarshi tura alaymiz? Xitay bugungi Xitaymi? O'ng'ishlab qolgan Xitaymi? Tuziladigan Xitaymi? Raymidil Xitaymi? Keçirib yetadigan Xitaymi? Onun için aziz qarindoshlar, suyumli vatandaşlar, bunu yaxshi o'ylashimiz kerak. Şuna men vatanga berib kelyapatganlar, men nega beryapman, nemishga beryapman, qandoq beryapman, kim oldiga beryapman deyishinglar kerak. Şuna vatanga berib keldim demi, Xitoy ishg'ol qilgan vatanga bordim. Xitoyga yalvirib bordim. Xitoyning kuchga ulab bordim. Xitoyning qanjiq ulab avshiyman chiqib.
Eçik desеңler, onu халық mı biledi? Onu eçik deydiğen insanlara iğe çıkıp, qoğdap, enadikin hainli neydi saklıda bilisilen bu. Dep, muşundak ona taka başka yer ögep ekkegisi vardı. Ekizini eçuğumu deyiverdi insanlar. Allah'ın üzüge emanet olanlar kardeşler. Allah'ın namasanını selamet kılsın. İnşallah. Bu yolda vatanımız müstakil boğan kadar Xitay tecavüzçülerden kan kısasımızdan ağan kadar manamız. Biz alamayı kıp gazak, bizden başkalı aladı dep manamız. İnşallah bizge ağını Allah nisip kıla dep manamız. Vatanga, Xitay işgal kılgan vatanga berip kelgenlerge hiçbir vakit yaxşı niyet bilen, yaxşı pozisiya bilen, yaxşı muamele bilen, yaxşı göz karaş bilen bulmanglar. Hakiki vatan davası kılaman degeninglar. Hakiki Xitayga men qarşı degeninglar. Ularga yaxşı pozisiya, yaxşı muamele, yaxşı yol tutmanglar demekçi. Allah'ın özüge emanet olanglar.